Assalomu alaykum akalarim, ukalarim. Xudo xolasa Qarshilarda gazelimizni kuzovi tentlari tayyor holatda akalarimizga tegishli bo'lgan logotiflarini tentlariga reklama qilib tushirib berganmiz. Xudo xolasa tayyor holatda. Endi kuzoviga ham uстановка qilib beramiz. Akalar, buni tepa qismi alohida shtorkali variant bo'lgan, e'tibor qilinglar. Va mana bu yon tomonlari ham furanikiga o'xshab bir tomondan oldi tomoniga yig'ishtiriladi. Mana bu yoqda o'zini tayyor mexanizmlari bor. E'tibor qilinglar. Eng zo'rdan qo'yib berganmiz. Qanchalik sizlarga tarangligi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerdan tortib tarangligini oshirib olsanglar bo'ladi akalar. Ichki tomondan bitta e'tibor qilamiz. Ichki tomondan ko'rinishlari, tepa qismlari panorama bo'lgan. Xudo xolasa alohida tepalari shtorkali ochiladi va mana yoriq bo'lishligi uchun oq tent qilib berganmiz. Bu yoq tomoni mana akalar. Bemalol karada bo'ladimi? Qanaqa mahsulot ortish kerak bo'lsa, o'shanga moslashtirib ketganmiz. Bu yoqqa e'tibor qilmaysizlar. Bu suv darvozasi yo'qligi uchun ko'rib turibsizlar, ochiq joyda turibdi. O'shaning uchun tushgan. Ichki tomonlarda hech qanaqa mana suvlari yo'q. Mana bu suvlar bu odamda oqib borgan. Xudo xolasa mana bu yon tomonlari. Tentlarimiz koreyskiy 650 grammli tentlardan qilib berganmiz. Mana darvozalari, xudo xolasa, mana shu darvozalarini uстановка qilib beramiz. Bilasizlar, havo birdan yog'magarchilik bo'lib qoldi. Mana bu yoq tomondan oldilaridan ko'rinishlari. Akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizda telefon raqamimizni qoldiramiz. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati, Yangiyo'l shahri joylashgan. O'zingizlarga tegishli bo'lgan shu ishxonalarni logotiflarini tushirish kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni reklama qilib joylashtirmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa ishinglarni tez va sifatli qilib bitirib beramiz. Obzorimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, ustaxona qidirib yurgan yaqin do'sti birodaringlar bo'lsa, ushbu video jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.